O'zbek tilida biz ona deyish barobarida oyim deymiz, ha, yigitlar? Shundaymi? Shu gapni o'ylab ko'rgansizlarmi? Nima degani bu? Oyim. Onajon, siz meni osmondagi oyim deyapsiz. Rus tilida bormi? Onasiga oy so'zi bilan murojaat qilish. Arab tilida yo'q. Aytinglar, bormi? Oyim deb murojaat qilamiz. Biz onasini osmondagi oyga, otasini qiblagohim deymiz, otamizni, to'g'rimi? Qiblagoh bu qayer? Ka'batulloh. Otamizni Ka'baga, onamizni osmondagi oyga qiyos qilib ulug'lagan haqimizki, Alloh bizga barakot berdi. Bu yurtga o'zini rahmatini yog'dirdi. Alloh taolo o'tib ketgan ota-onalarimizni rahmat aylasin. Hayot bo'lib turgan ota-onalarimizga Alloh ziyoda umr bersin. Ota-onasini ulug'lab xizmatlarni olayotgan yigitlarga Alloh izzat va darajat bersin.